Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurmat. Bugun تورداشلارنىڭ tەlىپىگە ئاساسەن قالقانسىمان بەز توغرىلىق ئاز تىل مەزمۇنى سۆزلەپ o'tamiz. Kishilarning esida bo'lishi mumkin, burunqi vaqtlarda po'qoq degan kasallik nihoyat ko'p bo'ladi. Po'qoq kasali asosligi bo'yinda yo'g'on ishiq paydo bo'lib, sirtqi ko'rinishga ta'sir etadi. Hatto mushu sababli ba'zilarga po'qoq degan laqab qo'yiladi. Bugun dal po'qoqni keltirib chiqaradigan organni so'zlab o'tamiz. U bo'lsa-mu qalqansimon bez. Qalqansiman bez inglizcha Thyroid gland deb ataydi, turkcha Tiroid bezi deydi, hanzucha jarroşen deb ataydi. Qalqansiman bezning anatomik shakli qanday bo'ladi? Qalqansiman bez kekirdekning ostidagi qismiga joylashgan organ bo'lib, shakli kepinakka o'xshab qoladi. Bu bez odam bedenining ichki ajratma sistemasiga tava bo'lgan bir organ hisoblanadi. Qalqansiman bez kanaga yopishib turadi. Uning orqasida 4 parchadan 6 parcha bo'lgan qalqansiman yon bez bo'ladi. Qalqansiman bezning roli nima? Qalqansiman bez bedenimizga muhim bo'lgan T3, T4 ismli hormonlarni ishlab chiqardi. Bu qalqansiman bez hormonlar T3, T4 bedeningizdagi energiyaning ishiltish sur'atini kontrol qiladi. Bedenning boshqa hormonlarga bo'lgan sezgirligini va talabini tangshaydi. Qo'shimcha kichik bir nuqta, qalqansiman bezning shu T3, T4 hormonlarining ishlab chiqarishini yana bir tarafdan menga do'ngchisidan kelgan qalqansiman bez g'idiqlovchi hormon TSH degan hormon kontrol qilib turdi. Buningdan sirt qalqansiman bez yana kalsitonin ismli hormon ishlab chiqardi. Bu qondagi kalsiyning so'ngakka kirishiga yordam qiladi. Bu orqali so'ngakningiz texnik chingiydi. Qalqansiman bezda kasallik paydo bo'lish sabablari. Bularning asosligi turmush va oziqlanishdagi ritmsizlik, iste'mol qilgan tuzda yoki yemeklikda yut moddasi ziyoda oz bo'lib ketish yoki ziyoda ko'p bo'lib ketish, ruhiy besim, ziyoda charchash, noma'lum sabablar tufaylidan badanda shakllangan autoimmunitet sabablari, bo'yin qismi ko'p qitim radiatsiya nur ostida qilish, irsiyat yoki badanning boshqa yeridan kelgan rak o'smalarining chachirishi, miya do'ngchisi o'smasi sabablaridan kasallik paydo bo'ldi. Qalqansiman bezga munosabatli ba'zi kasalliklar. Qalqansiman bez kasalliklari ko'pinchisi o'rta yosh ayollarda ko'rildi. Albatta, erlarda mo bolalarda ko'rilish ehtimoli bo'ldi. Qalqansiman bez kasalliklari ko'pincha ishlash roliga qarab tuvandagi ikki cho'ng turga bo'lib tadqiq qilindi. Birinchisi qalqansiman bez roli ishib ketish. Hanzuchadagi jakan degan kasallik dal mushni ko'rsatdi. Inglizcha hyperthyroidism deydi, turkcha hipertiroidi va ya tiroid bezi fazla çalışması deb ataydi. Ammo bu cho'ng bir tur bo'lg'achqa, buning ko'p kichik sabablari bo'ldi. Buni kelarqim videosida deb o'tamiz. Ikkinchisi qalqansiman bez roli ojizlash. Buni yana qalqansiman bez roli tuvalab ketishmi deb qo'ydi. Inglizcha hypothyroidism deydi, turkcha hipotiroidi deydi va ya tiroid bezi oz çalışması deb ataydi. Buning nihoyatda ko'p sabablari bo'ldi. Bu ikki cho'ng turdan sirt tuvanda bir qancha ko'p uchraydigan qalqansiman bez kasalliklarini qisqacha tushunib o'tamiz. Birinchisi qalqansiman bez yallovlari. Buning ichida eng ko'p uchraydigani Hashimoto ismli bir qalqansiman bez yallovi bo'lib, bu ayollarda nihoyat ko'p uchraydi. Bo'libmi o'rta yosh ayollarda. Ikkinchisi badan o'z autoimmun kasalliklari. Bularning ichida eng ko'p uchraydigani Graves kasalligi. Uchinchisi qalqansiman bez o'smasi yoki raki. Miya do'ngchisi o'smasi. To'rtinchisi qalqansiman bez ishig'i, ya'ni ba'zi rayonlarda po'qoq deb ataydi. Bu asoslar yut kamchilik sababli kelib chiqadi, ammo hozir yut kamchilik sababligi qalqansiman bez ishig'i ko'rilishi nihoyat oz. Yuqorida aytgan qalqansiman bez kasalliklarini keyingi leksiyalarda texnik tafsil tushuntirib o'tamiz. Qalqansiman bez kasalligining alomatlari nima? Agar qalqansiman bez hormonlarida binormallik ko'rilsa, tuvanga bir qancha alomatlar ko'rildi. Birinchi, yurak so'qishi binormal bo'lish, ba'zida ittik, ba'zida asta, yana ba'zida binormal so'qish. Ikkinchi, qo'l oson titraydigan bo'lish, doim halsizlanish. Uchinchi, bo'yinda ishiq yoki og'rish ahvollari bo'lish, ko'zi pultiyib chiqish ehtimoli bo'ldi. To'rtinchi, kayfiyat turoqsizlanish. Ba'zi qalqansiman bez kasalliklarida oson hayajonlanadigan bo'lib qolsa, ba'zi qalqansiman bez kasalliklarida xomushlikqa moyil bo'lib qoldi. Beshinchi, badan og'irligi turoqsizlanish, ishtoh buzilish, homildor bo'lmaslik. Oltinchi, temperaturaning o'zgarishiga chiday olmaslik, ya'ni issiqqa yoki sovuqqa chiday olmaslik. Yettinchi, og'irlashgan chog'da putlar ishib ketish, hushsizlanish, hatto hayot xavfga yetish ahvollari ko'rildi. 8. Bu vaqtlarda badan va aql jihati o'sib ketilishda masala ko'rildi. Yuqorida tilga ilingan alomatlar o'xshamagan qalqansiman bez kasalligida o'xshamagan ifoda bo'ldi. Buni munosabat kasallikni so'zlaganda texnik tafsil to'xtalib o'tamiz. Qalqansiman bez kasalliklarini qanday tekshirib diagnoz qo'ydi? Doktorlar odatda qon tekshirish orqali qonning ichidagi T3, T4, TSH qatorli hormonlarni tekshirdi. Bo'yin qismini ultravazli tekshirish orqali qalqansiman bezning shaklini ko'rib boqdi. Ultravazli tekshirish diagnoz qo'yilishchanligi bir qadar yuqori, zaxmsiz, tanarxi arzon bo'lg'achqa buni nihoyat ko'p ishlatadi.
kerak bo'lgan chog'da MR tarqatadi va ya inchga yengni teshish o'rnak elish usuli qatorliq tekshirishlarni qiladi. Qalqansiman bez kesaklarini qanday davolaydi? Normalda ichki kesaklar bo'limi va ya ichki ajratma kesalliklari bo'limida qalqansiman bez kesaklarining hormon jihatdagi tangpungsizliklarini dorilik usulida davolaydi. Tashqi kesallik bo'limida operatsiya kerak bo'lgan ziyoda ishiq, o'sma, raklarni davolaydi. Ondan o'sma kesalliklari bo'limida kerakli o'sma davolashini ilib bordi. Men Nur doktor, bugungi qalqansiman bez haqida tunishtirish filmimiz mush yerda oxirlashadi. Keyingi filmlarda qalqansiman bezga munosabatli ko'p ko'rilgan kasalliklarga aloqador mazmunlarni, ya'ni sababi, alomatları, təksürüş, davalaş prinsiplari va oldini olish prinsiplarini bir-birlab tushuntirib chiqishga tirishamiz. Ko'pdan ko'p rahmat, ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga emanet.